bitta chesnokni olasizda, yengilgina yengilroq ezib vaginaga tiqasiz. Agarda hid sezsangiz, chesnokni hidi burningizga kelsa, buni gapirmasam bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Juda asabiga tepaga chiqib ketdi deydi-ku. Mana shunaqa internet to'la besavodlarda. Men bilmayman bu tabibmi, kim bu o'zi. Umuman olganda hozir mana bitta bemorimiz kelib o'tiribdi, shu uchun gapiryapman. Bo'lmasa gapirmasdim. Bemor mana shu aytgan narsasini chesnokga o'ziga diagnoz qo'yaman deb qilgan. Befarzandlik nima bo'lgandi sizda? Mana shu video ko'rgandim, bunaqada Instagramda o'sha tabiblar gaplariga quloq solib, chesnokni shu pastga ostiga, naqasiga tiqsa, maydalab hammasi diagnoz qo'ysa bo'ladi. Nima uchun befarzandliklar qiynalayotganlarini maslahat bermayman. Men hozir shunaqa ahvoldaman. Ta'riflolmayman. To'la tezroqda bormayman. Hamma yo'g'im ishib ketgan, achib ketyapti. Rosa qiynalyapman. O'zi men bemorni ginekologdan kelyapti. Biz ginekologga yuborganlar hozir sishda muammo bo'lgani uchun urolog ko'rsin deb yuborgan. Hozir bular vaginasiga mana chesnokni qo'yib 2 soatdan keyin bularda bilasizlar chesnokning tarkibida shunaqa moddalar borki, qizarish, achishtirish, reaksiya berish holatiga olib keladigan narsalar bor. Mana bu narsa hozir bularda shunaqa kuzatilgan. Hozir endi sishida muammo bo'lyapti. Sishga juda qiynalyapti bemor. Men bilmayman buni sizning nima haqqingiz bor? Bu tabibning nima haqqi bor ichkariga bunaqa tegishga, ichkariga bunaqa narsa qo'yishga? Nima haqqi bor? Yaqinda bitta o'sha kosmetolog gapirganimizda ham bilmayman. Bunaqalarga chora ko'rish kerak. Bunaqalarga chora ko'rmasa bo'lmaydi. O'zidan doktor yasab olganmi men bilmayman. Tabib bo'ladigan bo'lsa o'to'lani damlab ichishini o'rgat, nima qilasan qolgan narsaga teg. Hozir bu kasallik kim hal qiladi? Kim bu kasal davolaydi? Hozir mana hamma yog'iga akok berib, qizarib, hozir lovullab yonyapti deyapti bemor. Hurmatli kuzatuvchilar, ehtiyot bo'linglar. Internetdagi hamma narsaga ishonaverish kerak emas. Bu juda yomon holat. Baribir bularga chora ko'rilmayaptimi? Demak, o'zimizni asrashimiz kerak. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sabab bunaqa har xil narsaga aldanib ishonib ketadigan bo'lsanglar, mana bemorga o'xshab qiynalayverasizlar keyin. Biz endi anomizda o'zbekimiz bronusdan yozib, bronusdan qila olmaymiz. Agar yozib shikoyat qilsa yomon qo'radi o'zi aslida. Lekin mana mirxaza qilib shikoyat qila olmaydi. Shu qiynalib yuribdi mana bemor. Bu juda yomon holat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bunaqalardan o'zingizlarni ehtiyot qilmasanglar bo'lmaydi.